Panelli radiator haqida foydali ma'lumot. Ko'p joylarda bitgan radiator uстановка qilib qo'ygan joylarga boramiz. Katul sistema qilgani. Radiatorlar 3 santimetrli, 40 santimetrli radiatorlarning tepasi o'silib qoladi. Hozir ayrim bir ustalarga bir foydali ma'lumot bo'ladi. Radiatorni loshkasini o'rtasiga emas, chekkasiga ilish kerak. Agar chekkasiga ilinadigan bo'lsa, o'shanda radiatorni tepasi o'silmaydi. Ko'rgan bo'lsangiz, bunisi ham mana chekkada. Bunisi ham mana chekkada. Uchtasi ham chekkada. Va kichkina 32 metrlik radiatorlarni xuddi shunaqa qilib beramiz. Mana. Chekkada turibdi. Va mana shu podacha обратка turbalarini agar iloji bo'lsa, stabil turba qo'yilsa, o'ngga chapga o'ynamaydi, tekis turadi. Va mana endi bizda ustun chiqqan, ustundan shuni yonga borganmiz, ozgina joyi buzib turib. Endi bu yerga pena quyib yuborib turib, ichiga pena qotgandan kesib turib, shuni qizil kraska qilib qo'ysa, bir xil turaveradi.